Assalomu alaykum. Akalar kutib qolmadinglarmi? Ketdim, notarsiz kiramizmi? Bo'ldi, kiramiz. Kirishdan oldin hisob-kitob qo'yaylik. Bo'ldi, xo'p. Hozir. Adajon, pul uzatib yuboring. Ma bolam, chiq. Ana aka, kelishilgan pul. Notarsiz kiramizmi? Aka, bir choshmay, sizga gap bor edi. Bu yoqqa qarab oling. Ana nima gap aka? Tinchlikmi? Siz ham usti ko'rinishga qarab baho berib qo'ydingiz aka. Bu hayotda insonning ustida inson kulsa mayli aka. Lekin insonning ustida taqdir kulmasin aka. Bugungi bo'lgan ish sizga saboq bo'lsa aka, bergan pulimizga rozimiz. Siz ham mashinangizga rozi bo'ling. Aytgancha faqir kishi qanada yaxshilikni ko'rishidi. Sog' bo'ling aka. Yana yer turibdi-da, shunday